O'rtoqlar, Toshkent shahri Sergeli tumanidan bir sotuv joyiga shunaqa chiroyli 6 ta xona, alohida oshxona, alohida podvollari bilan zo'r uy qurib qo'yishibdi. Aynan shu joy 6 ta uy qurishgan ekan, bir donasi qolibdi. Narxlari ham shish keladi. Hozirdan bitta like bosib qo'ying, hozir hammasini ko'rsataman. Uy ichlariga vo'bshi gap yo'q. Maza qilib orasizlar. Toshkent shahri Sergeli tumani Xonobod mahallasi turibmiz. Beruniy ko'cha, bilasizlar, metro ham bir qadam, bog'cha yonimizda, maktab ham yonimizda. Aynan shu xonadon o'zimiz qurganmiz, yaqinlarimiz, amaki-ochchalarim qurishgan. Shuning uchun o'zing nomeringni qo'yib, o'zing qarab, o'zing chiroyli qilib muxlislaringga sot deyishdi. Obunachilarimga chiroyli narxlarda o'zim zo'r qilib ushbu xonadonni baraka qilib beraman sizlarga. Xo'p, bemalol bo'tga bitta katta mashinalar sig'adi. So'qillarni ham ko'ryapsizlar, teylarni ham kafillar qilib chiroyli qilib qilishgan. Devorlarni ham remontlari zo'r, oppoq rangda. Bo'tga ham lustro qo'yishgan ekan, e'tibor beryapsizmi? Juda ham chiroyli va ochiq osmon ham bor, havo aylanish uchun. Bo'tda bitta podvoli bor. Podvolini ham bitta ko'rsatib beramiz. Bir xona, uni ichiga o'sha polniy xonadonni isitish sistemalarini qo'yishgan. Bitta shot remontsiz qolgan xonalarning remontini ko'rsataman. Shikala. Mana bu yerda isitish sistemalari bor. Bitta podvol bor, bemalol o'sha qishki narsalarni qo'yib qo'yish uchun omborxona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Bir sotuvdan shunaqa unumli foydalanishgan 6 ta xonasi bor, e'tibor beringlar. Bu yerda rakvinalari bor. Tashqarida bismillahirrohmanirrohim deb kiramiz. Kirsangiz bag'ri dilingiz yayraydi. Kattagina oynalari bor, remontlari zo'r. O'ng tarafimizda oshxona mebellarigacha tayyor holatda turibdi. Texnikalarni olib kelasizlar bo'ldi. Boshqa muammosi yo'q. Mebellarni ko'ryapsizlar ham, hamma narsasi sizlar uchun tayyor qilib qo'yilgan. Sahifamga obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar uchun obuna bo'lish tugmasini bosib, meni qo'llab-quvvatlab tursanglar, shunaqa chiroyli xonadonlarni arzon narxlarda topib, sizlar uchun savdolashib kerak bo'lsa, sizlar uchun baraka ham qildirib beraman. Obuna bo'linglar, videoni uy-joy kerakdigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Uylarning narxlarini ham aytib o'taman. Xo'p, kommentariyada menga ham shunaqa uylar nasib qilsin, bolam deb yoki bo'lmasa, meni ham farzandlarimga nasib qilsin deb yozadigan har bitta obunachimga bundan zo'r uylar nasib qilsin. O'ng tarafimizda birinchi xonamiz. Xohlasangiz kattalar yotoqxonasi yoki bolalar yotoqxonasi qilsangiz bo'ladi. Romlarni ham qalin baqvatlaridan qo'yishgan, unaqani daddalalardan qo'yishmagan. Xo'p, pollariga ham e'tibor beringlar, mebellariga ham. Bu yerda mana sanuzel joylashgan, zinani tagidan unumli foydalanib ketishgan. Bu xonamiz qolib ketibdi. Xo'p, eshiklarni ko'ryapsizlar, baqvatligini juda ham zo'r. Bu yerga ham mebellar qilib qo'yishgan, TV zona qilishgan. Bu yerda anaqalari bor. Mana narsalarni taxlab qo'ysanglar bo'ladi. Lustrasini qaranglar, kattagina lustrasi bor. O'zingizlarning hovlilarga qaragan romlari ham bor ekan. Xo'p, ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavat chiqishinglarni ham uzun qilib ko'chaga qaragan. Aynan bu taqsiboyda bo'lgani uchun bitta shu xonadan sotilmagan. Ko'chaga qaragan romlari juda ham ko'p. Ikkinchi qavatga chiqamiz. Baqvat ushagichlari ham bir xil sotaman deb arzonidan qilib ketadi. Unaqa baqvat bo'lmaydi. Tepadagi birinchi xonamiz. Ikkita labromi bor. Bitta ochsangiz havo zo'r aylanadi. Baqvat narsalardan qo'yishgan. Xo'p. Bu yerda umumiy sanuzel. Remontlariga e'tibor beringlar. Katta kafil bilan remont juda ham chiroyli chiqqan. Davom etamiz. Bu yerda yana bir xonamiz. Ranglariga e'tibor bering, balandligiga e'tibor bering, havo aylanishi uchun romlariga e'tibor bering. Bu tarafda yana bitta xonamiz, detskiy qilsangiz bo'ladi. Buni ham hovlingizga qaragan romlari bor. Bu yerda lokatsiyasi o'zi qanaqa desangiz, maktab bo'lsa bor, bog'cha bor, metro bo'lsa bor, hamma sharoit bor. Mana bu yerda zal qilsangiz bo'ladi, kattaroq xona. TV zonalari ham bor. Bu yerda pastdagi birinchi zalda, ikkinchi etajdagi ham zali. Bu xonadonimizda 6 ta xona bor. Oshxona alohida, podvol alohida. Ko'rdinglar, barcha shu ko'rgan mebel texnikalariga ham pastdagi oshxonadagi ham qoladi. Xonadonimiz narxi $112,000. O'zimga telefon qilasizlar, pastda mana nomerim turibdi, tepada ham nomerim turibdi. Menga telefon qilsangiz, o'zim chiroyli qilib kelishtirib, savdolashib, nima deydi, baraka qilamiz. Demak, keyingi boshpanalarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar. Sizni ham uy-joy sotish kerak bo'lsa, tepada ham, pastda ham men nomerim, telefon qiling, borib chiroyli qilib obzor qilib, boshpana TV, YouTube, Instagram, Telegram kanallarimizda obzor qilib sotilishga sababchi bo'lib qolamiz. Demak, keyingi boshpanalarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.